Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, bugun abituriyentlar tomonidan, talabalar tomonidan ko'p beriladigan savollardan biri oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiyalar usuli bilan, ya'ni ion elektron balansi usuli bilan koeffitsiyentlar tanlashga harakat qilib ko'ramiz. Aytaylik, ushbu reaksiyani ion elektron balansi usuli bilan tenglashtirishga harakat qilamiz. Kaliy nitrit plus margansovka plus kislotali muhitda kaliy nitrat kaliy sulfat plus marganez sulfat hamda suv. Oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga yarim reaksiyalar usulida koeffitsiyentlar tanlayotganda o'zgarayotgan element atomlariga emas, ionlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Mana bizda kaliy nitrit tarkibidagi NO2 anioni NO3 anioniga aylanyapti. Margansovka tarkibidagi MnO4 anioni ana musbat 2 zaryadlangan kationga aylanyapti. Mana shu yerda ionlarning o'zgarishini inobatga olish kerak bo'ladi. Va yarim reaksiyalar usulida koeffitsiyentlar tanlayotganda ko'pincha kislorod atomlari o'zgaradi. Kislorod atomlarini o'zgarayotganda suv yoki OH yoki vodorod bilan o'zgartirishga e'tibor qaratiladi. Masalan, ana o'sha joyga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Aytaylik, hozirgi misolimizda kislotali muhitda NO2- anionini qaysi ion yoki molekula orqali NO3 anioniga aylantirish mumkin. Kislotali muhitda kislorod suv bersak, o'shanda NO3 anioni hosil bo'lib ikki atom vodorod ajralib chiqadi, proton. Va bu jarayonda azot plus 3 dan plus 5 ioniga aylanyapti. Plus 5 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Bu jarayonda 2 ta elektron yo'qotilyapti. Xo'p, endi permanganat kislota qoldig'i -1 zaryadli anion, ko'ryapsiz, marganez plus 2 zaryadli kationiga aylanyapti, ya'ni 4 ta atom kislorodidan ajralyapti. Buning uchun kislorodlarni tortib oluvchi kislotali muhitda vodorod protonidan foydalanmoq kerak. 4 ta kislorod atomini tortib olish uchun 8 ta vodorod atomini bersak, o'shanda marganezning 2 zaryadli kationi hamda 4 molekula suv hosil bo'ladi. Bu jarayonda 5 ta elektron qabul qilinyapti. Va olingan elektronlar qisqartirilmasa teskari holatda yozib olinadi, 5 ga 2. Endi yuqorida yozgan ikkita yarim reaksiyalarimizni 5 va 2 koeffitsiyentlar bilan ko'paytirib olib, quyidagi tartibda ko'paytirib olib yozib chiqamiz. 5 ta NO2- plus 5 ta suv. Strelkagacha keldik. Endi pastdagi reaksiyani 2 ta MnO4-
va 16 ta vodorod protoni 2 ga ko'paytirib yozdik. Ana endi strelka. 5 ta NO3 anioni plus 2 kere 5 10 ta vodorod protoni plus 2 ta marganiz kationi va 8 ta suv. Mana. Endi strelkaning narigi va bergi tomonidagi o'xshash yo'llarni qisqartirib tashlaymiz. Unda 5 ta suv bilan bu 3 tasi ketadi. Xo'p, 3 ta qoladi. Bu 10 ta proton bilan 16 taning 6 tasi qoladi. Natijada bizda 5 ta NO2 minus qolyapti. Unga 5 ta kaliy kationni beramiz. Xo'p, 2 ta marganiz O4 minus ioni qolyapti. Unga ham 2 ta kaliy kationni qo'yamiz. Tak, 6 ta vodorod protoni qolyapti. Unga 3 ta SO4 anioni bo'lish kerak. Xo'p, 5 ta NO3 ga 5 ta kaliy bo'lish kerak. Kationi. 2 ta marganizga 2 ta SO4 anioni bo'lish kerak. Xo'p. Endi shu ma'lumotlarga asoslangan holatda bu yoqda 5 ta kaliy, strelkaning bu tomonida 2 ta kaliy, jami 7 ta kaliy bo'lyapti. Bu yoqda 5 ta kaliy. 2 ta kaliy kationi yo'q. Strelkaning o'ng tomonida yetmay turibdi. Strelkaning chap tomonida 3 ta SO4, o'ng tomonda esa 2 ta SO4 ko'rinib turibdi. Bitta SO4 yetmayapti. Demak, 2 ta kaliy va bitta SO4 dan bitta kaliy sulfat molekulasi hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi reaksiyani yuqoridagi berilgan ma'lumotlarni yig'ib yozib chiqadigan bo'lsak, 5 ta kaliy nitrat, kaliy nitrit plus 2 ta kaliy permanganat plus 3 ta sulfat kislota, 5 ta kaliy nitrat plus 2 ta marganiz sulfat plus bitta kaliy sulfat va 3 molekula suv. Ana marhamat, yarim reaksiyalar usulida oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga koeffitsiyentlar tanlash.